Anvarjonni o'z qishlog'ida hamma yaxshi taniydi. Ikki oyog'idan ayanchli taqdiri sabab ayrilgani uchun emas, matonati, g'ayrati va intilishlari sabab el orasida hurmati baland. Yoshligidan mototransport vositalarini boshqarishni yoqtirgan yigit imkoniyati cheklangach bu havasni mototsiklarni yasash bilan to'ldirdi. Qizig'i, u turli rusumdagi mototsiklarni noldan yasaydi. Vaqtiga qiziqish, ishtiyoq bo'lgan shuni haydashga, endi shuni remont qilishga hozircha ishtiyoq baland. Anvarjon 7 yildan buyon nafaqat mototsiklarni shunchaki yig'adi, balki ularni takomillashtirishga ham harakat qiladi. Siz ko'rib turgan mana bu yangi modeldagi mototsiklga u bir nechta o'zgartirish va yangiliklar kiritgan. Akkumulyator sistema yangilik kiritilgan birinchi o'ringa, keyin kuzovga mana yangilik kiritilgan. Bu bunaqa mototsikl bu territoriyaga yo'q, lekin bu birinchisi o'zgartirish kiritilgani ana shu mototsikl hozir birinchisi. Lekin talab tushdi o'zi, yana ikkitaga talab bor shunga. 4 xil endi Vasxod, Mineski, Ish, Yava. 4 xil model o'zgartirish qilingan. Anvarjonga hatto qo'shni viloyatlardan ham buyurtmalar beruvchilar bor. Hozirgacha 500 dan ortiq mototransport vositalarini yasagan usta ularning har birini o'rtacha 6 million so'mdan sotadi. Bir oyda 4 tagacha mototsikl yig'adi. Odam bir joyga qotib qolmaslik kerak. Harakat qilish kerak. Harakat qilgan odam albatta marraga yetadi. Misol uchun boqimandalik,ga ko'p eshityapman mana misol uchun 4 muchasi sog'lom. Lekin hokimiyat eshigindagi nogironligi yo'q, hujjatini taxlaydi. Hokimiyatdan yo biror bir narsa kutadi. U bo'lmaydi. Yigit kishiga xos emas u. Ustaning qiziqishlari orasida sportning bir necha turlari ham bor. Paralimpiya o'yinlarida sovrinli o'rinlari bilan ham faxrlana oladi. Sportga kelsak, birinchi o'rin og'ir atletika. Tosh ko'tarish, yotgan holatga. Xo'sh, unga birinchi o'rin olganman, diplomlarim. Xo'sh, keyingisi misol uchun turnik, brus, yengil atletika, u bo'yicha ham birinchi o'rin diplomlarim. Eng qiziqqanim arm wrestling. U bo'yicha ham birinchi o'rin diplomini, medallarni olganman. Nogironlarni ixtisoslashtirgan Respublika kasb hunar kolleji bor edi. O'sha yerga o'qigan davrimda ham o'qib, ham sportga qatnardim. O'sha o'qish davri tugagandan keyin diplomni olgandan keyin u yoqqa misol uchun yashash sharoiti bo'lmagandan keyin, joy bo'lmagandan keyin qaytganimdan keyin tashlab qo'yganman uni. Lekin imkoniyat bo'lsa, misol uchun o'sha homiy bo'lsa, sport bo'yicha o'zim uchun javob bera bilaman. Hozir Anvarjonning oilasida 2 nafar farzand voyaga yetmoqda. O'zini imkoniyatda cheklangan deb hisoblamaydigan g'ayratli usta uy-joylarni qurish, ta'mirlash ishlarini ham o'z kuchi bilan bajaradi. Yuragim urib turar ekan, harakatdan aslo to'xtamayman deydi, g'ayrati ichiga sig'may. Xudo xohlasa farzandlarimni shu xalqimizga bir nafi tegadigan solih farzand qilmoqchiman. Ota-onasiga mehribon, vataniga xizmat qiladigan farzand qilib yetishtirmoqchiman.